Allohning bir oyati Alif lam mim g'ulibatir rum fi adnal ardi va hum ba'da g'alabihim sayaghlibun degan oyatni tafsiri to'g'risida so'rabdi. Allohu a'lam, bilmayman birodarlar. Alloh bu mufassirlar bu oyat to'g'risida nima deganiga, agarda buning sohibi savol sohibiga qiziq bo'lsa, shu oyat to'g'risidagi inshaalloh kelsa birgalashib tafsirda mufassir ulamolarimiz nima deganligini inshaalloh birgalashib o'qib beramiz. O'zimni aqlimdan, shaxsiyatimdan javob berishlikni xohlaman. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo hayotimizni mag'firat qilsin. O'zi haq yo'lni bizlarga o'zi hidoyat qilsin va o'zi norizo bo'lgan jahannam yo'lidan esa Alloh taolo o'zi panoh bersin. Duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bizlarning duolari ijobat bo'ladigan, amallari qabul bo'ladigan solih insonlardan bo'lishlikka o'zi tavfiq bersin. Sallallohu alayhi vasallam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. To'y bashi programlar hazır.